Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana xudo xolisa biz do'konimizga yangi fujerlarimizdan ili borlardan paftor yana keldi. Hozir bularni bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Xudo xolisa albatta narxlari bilan ko'rsatib beramiz. Mana bu Lola fujerimiz. Bu Lola fujerimiz mana zarlar neobычный. Albatta ichi bilan zarlarga yaxshilab e'tibor beramiz. Ichi bilan zarlar, ichi qora emas. Zarli ichi bilan bu Lolamiz. Ikki xil variant bor. Bu Versace, Ruskiy uzor deyiladi. Bu Versace Lolamizdan mana zarlarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu ikki xil varianti bor hozircha Lolamizni. Bular 110 ming so'm edi. Skidkada 85 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Hali ham narxi 85 ming so'm. Lola fujerimiz. Keyin sharf fujerlarimizdan 4 xil varianti bor. Mana birinchisi Versace Ruskiy uzor sharf fujerimiz. Bu ham rossiyskiy. Ikkinchisi mana bu tasma deyiladi. Mana zar ichi bilan zarlarga yaxshilab e'tibor beramiz. Ichi qora emas, zarlari ichi bilan. Bu ikkinchi variantimiz. Uchinchi variantimiz mana bu, mana chayongul. Bu o'sha fujerimizning gullik varianti. Mana zarlari ichi bilan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham pachkasi 6 ta bo'ladi. Bular hammasi 6 talik. Yana bir xili mana bu yerda bor. Mana bu sharf fujerimizning 4-varianti. Mana buni ham zarlarga e'tibor beramiz. 4 xil varianti bor. Bular 95 ming so'm edi. Bularni skidkada 75 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Sharlarimiz 75 ming so'm. Sharf fujerlarimiz 4 xil varianti bor. Lolalari 85 ming so'm. Endi bu yoq martinkalarni boshlaymiz. Mana martinkalarimiz, bu yarim zarlik martinkamiz, birinchi xili. Ikkinchi xili mana bu gullik martinkamiz. Bular hammasi rossiyskiy pasabaxshniki. Mana pechatlarigacha bor. Ikkinchi xili. Uchinchi xili mana bu martinkamizdan. Bu yarim zarligi. Mana bu ham chiroyli. Oxirgisi 4-varianti. Mana bu Versace mana. Ruskiy uzor. Bular 100. Bu Ruskiy uzor variantimiz. 4 xil varianti bor. Bular 4 xil varianti ham 100 ming so'mdan skidka narxida qilib beramiz. 100 ming so'm. Bular ham rossiyskiy pasabaxshi brendidan 4 xili bor. Keyin bu baland martinkalarimiz bor. Mana ko'pchilik mijozlarimiz mana bu Versace bilan mana bu Versaceni adashtirib qo'yadi. Bular bir xil emas. Mana hozirda qo'yib ko'rsatib beramiz. Farqini o'zlaringiz ko'rib bilib olasizlar mana. Mana ikkovi ham bir xil. Ruskiy uzor bo'ladi. Mana qora ko'rinmasa, oxirni ustiga qo'yamiz mana. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Razmeri bir xil emas. Guli bir xil bo'lgani bilan razmeri bir xil emas. Mana обычныйsi, bu ham rossiyskiy, bu ham rossiyskiy. Faqat обычныйsi 110 ming so'mligini 100 ming so'mdan qilib beryapmiz skidka narxida. Bunisi 150 ming so'm edi, 135 ming so'm qilib beryapmiz. Farqi bu yerda, bu balandida. Mana o'zlaringiz uchun ko'rishlaringiz mumkin mana. Bular bu yog'i bu balandlari boshlanib ketadi. Mana. Xo'sh, mana bu birinchi xilimiz. Buni aytib o'tdik. Ana bu ikkinchi xilimiz mana. Buni oyog'i burama, mana yaxshilab e'tibor beramiz oyoqlariga va tuzilishi undan ko'ra boshqacharoq twist varianti bu. Bu ham Versace. Mana bu ikkinchi xil varianti. Ana bunisi uchinchi xil bu gullik varianti. Bular Versace. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu uchinchi xil variantimiz. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bular 150 ming so'm edi, biz 35 ming so'm skidka narxida qilib beryapmiz. Mana. Keyin mana bu yerda yana bir xil margaritamiz bor, shu bilan bir xil narx mana. Bu ham mana shular bilan bir xil bo'ladi. Mana. Bu 135 ming so'mdan qilib beramiz buni ham. Mana tuzilishlariga e'tibor beramiz. Bo'ylar ham shu bilan bir xil mana. Ko'rishlaringiz mumkin, bo'ylar ham bir xil, faqat tuzilishi sal boshqacharoq. Mana. Zarlari va keyingi margaritamiz ana bu. Bu 185 ming so'm edi. Buni zari sal boshqacharoq bunga nisbatan. Mana. Bunga nisbatan sal boshqacharoq va qalin temniroq zari. Bu 140 ming so'm beramiz. 5 ming so'm raznica qiladi. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol margarita bu ham shunday. Bu o'sha oldingi martinkalarimizdan bundan ham paftor keldi yana. Ko'pchilik so'ragan edi. 230 ming, 240 ming so'm sotilgan martinkamiz skidkada 190 ming so'm edi. Bu hali ham o'sha narx turibdi. Oyoqlari burama, zarlari usti bilan mana ko'rishlaringiz mumkin. Oyoqlari ham zarlik mana. Bular hammasi pasabaxshi brendidan rossiyskiy hisoblanadi.
ko'rishlaringiz mumkin. 190 ming so'm bir boshdan narxini aytib ketamiz. 190 ming so'm, 135 ming so'm va 140 ming so'm. Bular uchovi ham bir xil narxda turibdi mana. Bunisi ham 135 ming so'm, mana bunisi ham 135 ming so'm va bunisi ham 135 ming so'm. Bu balandlar hammasi bir xil. Mana bu yerda Abishni martinkalarimizda 4 xil varianti bor. Mana bu ruskiy uzordan bor. Bu ham 6 donasi 100 ming so'm. Mana bundan bor. Promsiz bu ham 6 donasi 100 ming so'm. Gullik varianti bor. Buni ham 6 donasi 100 ming so'm. Yarim zarlik bor. Rossiyskiy bu ham 6 donasi 100 ming so'm. Pachkasida 6 talik bo'ladi. 100 ming so'm narxi beryapmiz. Sharf fujerimizda mana bir xili bor. Mana bu yerda. Mana bu yerda ikkinchi xili bor, uchinchi xili bor, to'rtinchi xili bor. Mana Versace 4 xili bor. Bular hammasi 4 to'g'ri narxi. Pachkasi 6 donasi 75 ming so'm skidka narxida beryapmiz. Va eng oxirgi lola fujelarimiz, bular bu balandroq sharga nisbatan. Bularni ham bitta o'zi ko'rsatib beramiz. Sharga nisbatan buni bo'yi balandroq bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin bo'yini. O'sha uchun lola fujerimiz sal qimmatroq turadi bularga nisbatan. Lola fujerimiz 10 ming so'mga qimmat. Bular 100 ming so'm edi. 85 ming so'm narx beramiz. Ikki xili bor lola fujerimizni. Kimga qaysi biridan kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz va Telegram nomerlarimiz ham bor. Telefonga javob bera olmasak, Telegramdan yozishlaringiz mumkin. Xohlagan fujer va martinkalarimizdan bemalol dastavka xizmatimiz ham bor. Buxoro shahriga bepul, viloyatlarga ham imkon qadar dastavka qilib beramiz. Kimga qaysi martinkadan kerak bo'lsa, bemalol pastga yozishlari mumkin, bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Ikki xil varianti esdan chiqib qolibdi. Mana Chorniy Onyxlardan. Bu Chorniy Onyx ham rossiyskiy bo'ladi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu martinkasi 135 ming so'm, fujeri 125 ming so'm, 10 ming so'mga farq qiladi. Ikkovi ham 6 talik pachkasida. Bular ham rossiyskiy. Bulardan ham bor. Bemalol bulardan ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Chorniy Onyx. Hammasi Rossiyaniki. Barchalaringizni zakazlaringizni kutib qolamiz.